Leverajga. Balki. Anach. Neden uydami? Ha, uydalar. Bor ayt, menga pul bersinlar. Ha, bo'pti. Dada, Ha o'g'il. nu Jahon akam qorni och ekan, nonga pul so'rayapti. Mana shu balayam xotinni haydab yubordi, jabrini mahallaga uryapti. Men hammasini berib yuboring, boring. Xo'p. Mana amaki bor pullari shu ekan. Voy, vashshi yashayveradigan joylar ekan-a. Ha, chiroyli ekan. Mana shu yerdan 2 xonali seksiya olaman-da, shu yerga uylanaman. Qoliga uylanmayman. Yo, amaki, balayz alimentini to'lashga pulingiz yo'q-ku. Bir yildan bas dadam to'laylar. Qaysi pulingizga olmoqsiz uyda? Men so'rab surishtirdim. 60 oyga uyda bo'lib berishyapti. Bosh to'lami yo'q ekan. Keldi, yur kirib ko'ramiz. Yuring. Wow, uyda remontdan yetib olibsizlar. Oylik to'lab boshlasam, ertadan kelib yashayveramanmi? Yo, bu tayyor uylarda bosh to'lovi bor. 60 oyga bo'linib to'laydigan uylar endi qurilyapti, endi bitadi. Bo'xcha maktablar ham vashshi chiroyli tushgan ekan, odamni o'g'li eskib ketyapti. Bizdan uy sotib olgan odamlarning farzandlariga skidka qilib beramiz bog'cha maktablar. Sizlardan uy sotib olgan odamlarga sovg'a bormi? Ha, sovg'ani zo'ri bor. Toshkentda loyihamizdan yana bitta uy yutib olish mumkin. 14-noyabr kuni kechki payt soat 8 da batafsil ma'lumotni olsangiz bo'laveradi. Qayerdan? Instagram profilimizda link bor. O'sha ustiga bossangiz, Telegram kanalga o'tasiz. O'sha yerda onlayn taqdimot bo'ladi. Ahoy ko'nim, chikor ko'nim, noz badan ishdalam. Nada bitta narsa so'rasam maylimi? Ha, mayli-da o'g'il. Uyat sayol sursam bo'laveradimi? O'g'il, bo'lmaydi. Hali sizga ancha bor. Qancha bor o'zi, qachon hayol sursam bo'ladi? Ha, uylanishingizga bir hafta qolganda bo'laveradi. Ha. Endi borib o'ynarsinlar. Ha. O'g'il. Akangizga ayting, mo'l ovqatini bermadi, berib qo'ysin. Senga vashshi chidasa bo'ladi, momo. Meniga bo'lasan, shundaymi? Voy aka, nima qilyapsan bu yerda? Dadam sovuqda yurishdi. Uyga borsang yorar keldi. Dadam nima yo'qman deyishdingmi? Yoki sigaret chekkan olib qolishdimi? Voy, uyga qanaqa kiraman endi? Bundan ko'ra dadam ko'zlari 1-2 kun ko'rinmaganim yaxshi. Kaparo. O'rta, sifat qanaqa ekan? Emotsiyalar ichida eng premiumi, kачествоsi zo'ri mana shu bo'ladi. Gap yo'qmi? O'rta, hech oldin do'konga kirmayapman. Ustalashlardagi hamma narsa bor ekan-a? Bor, assortiment katta. Yana bitta narsa-da. Ha. Ishini ishlab bo'lgandan keyin yotib qoladimi yo ketadimi? Sen nima gapni aylantiryapsan? Nima bo'lyapti o'zi? O'rta, uyga kirgan do'qim yetmayapti. Chatda 1-2 kun olib tursam bo'lmaydimi? Hozir arqa tomonimizda devordan oshib, hech nima bo'lmaganda xonaga kirib uxlab olaman. Menga bu holat tanish tuyulyapti, Simba. Qachon?